Hashamat hamda qulaylikni o'z ichiga olgan elegant modelimiz. Video davomida narxini aytib o'tamiz, kuzatib boringlar. Komplektatsiyamiz tabiiy yong'oq daraxtidan ishlangan. Bo'yoqlari Turkiyada Gench brend ostida ishlab chiqarilgan bo'yoqlardan foydalanilgan. Matolari turetskiy materiallar. Komplektatsiyamizda 3 kishilik divan, 2 ta kreslo hamda jurnalniy stolikimiz bor. Jurnalniy stolikimiz usti yasin shipon bilan ishlov berilgan, MDF ga garaj pressda ishlov berilgan. Sargilari, oyoqlari hammasi yong'oqqa o'yilgan. Kreslamiz ham juda chiroyli ishlangan. Detaylirovkalariga ahamiyat berasizlar, juda ham qalin qilib, nejniy qilib ishlangan. Shlifovkasidan tortib bo'yoqlarigacha akkuratni berilgan. Komplektatsiyamizning bahosi $1900. Bemalol ko'rasizlar, ranglarini oreh, toq, shampan, tilla, любой rangda qilib beramiz. Materialni ham siz xohlagan rangingizda pardalaringizga, gilamlaringizga moslab tayyorlab beramiz. Hammalarni kutib qolamiz. Hurmat bilan, Arlida mebel jamoasi.